Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun xalqaro Yahudiy asarining, ya'ni Henry Fordning Xalqaro Yahudiy International Jewish asarining davomini olamiz. Ikkinchi video bo'ladi bu va kitobni menimcha yarmigacha borib qolamiz. Bu bilan juda qiziqarli ma'lumotlar topdim va kitobdan tashqarida ham izlanishlar qildim. Boshqa asarlardan boshqa ma'lumotlarni tutib chiqdim. Xo'p, davom etamiz. Yahudiylarga nisbatan qilinadigan ta'qiblar, zulmlar va yahudiylarning Yevropadagi migratsiyalari ko'chishi o'rtasidagi bog'liqliklar bilan chambarchas aloqador yana bir holat Yahudiy ko'chlari bilan birga Yevropadagi moliya markazlari ham o'zgarishidir. Ya'ni 1400-1500 yillarda, 1500 oxirlarida Ispaniya o'zi boy edi, lekin boylik birdaniga Angliya va Gollandiyaga ko'chadi. Va o'sha paytdagi buni iqtisodchilar turli xil sabablarni keltirishadi o'zi asarlarda. Shu sababdan Ispaniya inqirozga uchradi, Angliya boyib ketdi, u sabab bo'ldi, bu sabab bo'ldi deb. Lekin Henry Ford o'sha paytda yahudiylarni Ispaniyadan quvg'in qilinib, Ispaniyada juda katta quvg'in bo'lgan 1490-yillarda Ispaniyadan quvg'in bo'lgan va o'sha paytdagi dan keyin Angliyaga moliyaviy markaz ko'chganini, boyliklari ko'chganini e'tirof etadi. Chunki yahudiylar o'tgan safargi videoda aytib o'tdik, oltin to'plashga, boylik to'plashga harakat qilishadi va yevropaliklar esa, o'sha davrdagi yevropaliklar esa yer egasi bo'lishga harakat qilishadi. Shuning uchun naqd pul, naqd sarmoya boshqa iqtisodiyotga o'tdi degan mazmunda shuni keltiryapti. Yahudiylarning tinch toftuv yashagan davrlarda Ispaniya dunyoning oltin markazi edi. Ispaniyaning yahudiylarni mamlakatidan haydab chiqarib surgun qilishi bilan bu mamlakat Yevropadagi moliyaviy yetakchilik mavqeini yo'qotdi va buni hech qachon qayta qo'lga kirita olmadi. Buni shunday ko'rishimiz mumkin. Ma'lum bir miqdorda yahudiy miqdori AQShga ko'chganda AQSh dunyoni iqtisodiyotida birinchi o'ringa chiqdi. Buni undan keyin Henry Fordning asaridan keyin ham dunyoda AQSh iqtisodiyotining yuksalganini ko'ramiz. Yahudiylar katta miqdorda yahudiylar borgandan keyin Yevropa iqtisodiyot tarixini tadqiq qiluvchi olimlar savdo markazlarining maqomining nima uchun Portugaliya, Ispaniya va Italiyadan Niderlandiya, Germaniya va Angliyaga ko'chgani borasida ko'plab nazariyalar ilgari surgan bo'lsalarda, bu nazariyalarning hech biri shu paytgacha qoniqarli bo'lmadi. Vaholanki savdo markazlarining joy o'zgartirishi tarixlari bilan yahudiylarning Janubiy Yevropadan shimolga majburiy ko'chish tarixlari o'rtasida uzviy bir bog'liqlik bor. Dunyoda qachon yahudiylar majburiy ko'chishga mahkum etilgan bo'lsalar, aynan o'sha davrlarda dunyodagi qimmatbaho metal, oltin va kumushlar markazi ham joyini o'zgartirgan. Xo'p, keyinchalik o'sha 1920-yillarda anaqada Germaniyada yahudiylarga nisbatan nafrat asta-sekin paydo bo'lgani va bu nafratni sabablari haqida yozgan. Ya'ni yahudiylarni surgun qilinishi, genotsid qilinishi, o'sha lagerlarda Gitler tomonidan zulm qilinishi, bu shunchaki Gitler kelib qolib yoki Gitler xalqqa buni singdirmagan. Ya'ni bu yahudiy yomon deb turib xalqqa singdirmagan. 1920-yillarda nemis xalqida yahudiylarga nisbatan nafrat bor edi o'zi va bu nafratning sababi nima edi? Nafratning sababi Birinchi jahon urushida yahudiylar bizni mag'lub qildi va o'sha bilamiz, Gitlerni urushiga ham sabab bo'lgan, Ikkinchi jahon urushi chiqishiga ham sabab bo'lgan tinchlik konferensiyasi bo'ladi Fransiyada. O'sha Fransiyadagi tinchlik konferensiyasida Germaniyadan ketgan va o'sha Germaniyadan ketib mag'lubiyatni, kapitulyatsiyani qabul qilib, juda og'ir shartlarni, moliyaviy shartlarni, jazolarni qabul qilganlar deyarli barchasi yahudiylar bo'lgan. Va nemis xalqi
bu Yahudiylar bizga shunaqa xiyonat qildi degan mazmunda 1920-yillardayoq Yahudiylarga nisbatan qanaqadir bir ozgina nafrat bor edi. Ya'ni buni Gitler kelib nafratni anaqa qilgani yo'q. Shu haqida yozgan. Germaniya haqida jamiyatchilik fikrlarini shakllantirgan ommaviy axborot vositalari, media Yahudiylarning qo'lidadir. Ularning g'olibi Yahudiy bo'lgan. Biroq bu da'vo yetarli emas va isbotga muhtojdir. Ya'ni men buni 100% shunaqa bo'lgan deb da'vo qilmayman, lekin bu nazardan bir qarab chiqinglar degan iddaoni o'rtaga qo'yapti. Eski tizimdan yangi tizimga o'tayotganda Germaniyada, ya'ni o'sha eski tizimdan, ya'ni imperiya, kayzer tizimidan endi boshqa demokratik tizimga o'tayotgan paytda aytyapti, rejim o'zgargan o'sha paytda va rejim o'zgarishini sabablarini ham aytyapti. Eski tizimdan yangi tizimga o'tayotganda Germaniyada nima sodir bo'lgan? Ya'ni yangi tashkil etilgan 6 kishilik vazirlar mahkamasi kabinalari Yahudiy. Bu yerda endi o'sha yangi hukumat bo'ldi, biz mag'lub bo'ldik, imperiyani yiqitamiz, boshqa tizimga o'tamiz deb kabina tuziladi va o'sha kabinalarni barchasi yahudiyligini sanab beradi. Ya'ni buni tashviq qilganlar, buni ustida turganlar, bosh bo'lganlar hammasi yahudiyligini sanab beradi. Yangi tashkil etilgan 6 kishilik vazirlar mahkamasida kabinada Yahudiylar Hose va Lindberg eng kuchli shaxslardir. Yordamchisi 1918-yilda hali Germaniya fuqarosi ham bo'lmagan Yahudiy Kautskidir. Bo'lgan Hose tashqi ishlar mas'uldir. Ismlarini xato o'qishim mumkin, noto'g'ri o'qishim mumkin. Chunki ismlarni talaffuziga tilim bormaydi, qiyin ismlar ekan. Hazning yonida shuningdek Yahudiy bo'lgan Cohen va Helsgraf bor. Yahudiy Sheffer iqtisodiyot uchun mas'ul davlat vaziridan va uning yordamchisi Bernsteindir. Ya'ni iqtisod vazirligi Yahudiylardan tashkil topgan. Sanab o'tmayman, ichki ishlar vazirligi Yahudiylarning qo'lida, Yahudiyning qo'lida. Uning yordamchisi Yahudiy direktor, ya'ni ichki ishlar vaziri ham Yahudiy, uning yordamchisi ham Yahudiy Germaniyada. Kopengagenda Frankfurt Sicht gazetasi muxbiri Yahudiy. Matbuotda ham to'liq Yahudiylar qo'lga olganini sanab bergan. Bu Yahudiy deb. Bundan avval Prussiya qurolligi ham shunga o'xshash tarzda tashkil etilgan edi. Yahudiy Hirsch va Redflef hukumatdagi eng nufuzli shaxslar bo'lgan. Rosenflentni adliya vaziri bo'lgan, Hirsch ichki ishlar vaziri bo'lgan, Yahudiy Zimmin g'aznachilik uchun mas'ul davlat vaziridir. Prussiya adliya tizimi butunlay Yahudiylarning qo'lidadir. Ta'lim vazirligi mustashori vazir o'rinbosari Yahudiydir. Ismini yozgan, ismini aytmayapman. Furtan degan ismni yozgan, ismlarini o'qimay ketyapman. Uning yordamchisi esa Yahudiy, ismini uni ham o'qimayman, u ham Yahudiy. Mamlakat bo'yicha mustashar Yahudiy Meyer Grecht san'at mustashari Yahudiy Kensberg. Urush davrida oziq-ovqat ehtiyojlari mustashari Yahudiy Wurtman. Mana shu urush paytidagi o'sha birinchi jahon urush paytida yana bir anaqani nemislarni nafratiga sabab bo'lgan narsa, urush paytida Germaniyada o'sha birinchi jahon urushida ham ochlik kuzatilgan va bu ochlikning sababi etib o'sha paytdagi nemis xalqining iddaosi bo'yicha ochlikning sababi etib o'sha paytdagi Yahudiylar, Germaniyada yashayotgan Yahudiylar barcha oziq-ovqatlarni stok qilishgan, ya'ni stok qilib qo'yishgan, bir yerda to'plashgan va keyinchalik qimmat narxlarda sotishgan. Xalqqa anaqa bo'lmagan degan ma'noda, xalqqa yemish qolmagan degan ma'noda nafratlari ham bor. Bu yerda juda ko'p Yahudiy ismlarini sanagan, ya'ni anaqada Germaniya hukumatida, masalan Berlin politsiyasida, Frankfurt politsiyasini yahudiyligini,
butun viloyatlarni yahudiylarni qo'lidaligini Saksoniyada yahudiy deb masalan Linskiy va Shves hukumat a'zolaridandir. Ya'ni bu yerda barcha viloyat anaqalari boshliqlari yahudiyligini sanab o'tgan. Tinchlik konferensiyasi, Versal konferensiyasida, ya'ni mana shu tinchlik konferensiyasida o'sha Gitlerning e'tiroziga sabab bo'lgan va nemis xalqining e'tiroziga sabab bo'lgan bizga juda ko'p adolatsizlik qilindi bunda deb ikkinchi jahon urushiga sabab bo'lgan Versal konferensiyasida yuborgan ikki nafar nemis delegatsiyasi yahudiy bo'lsa, uchinchisi ham yahudiy siyosatini yurituvchisi nemisdir. Germaniya delegatsiyasi shuningdek ekspert yoki maslahatchilari maqomida yahudiy Max Warburg, Dr. von Storrs, Martin Oskar Oppenheimer, Dr. Yahe, Doch Bernard, xullas yahudiy konferensiyasiga ketganlar barchasi yahudiylar. Versal konferensiyasiga, tinchlik konferensiyasiga ketganlar barchasi yahudiy bo'lgan Germaniya tomonidan. Tinchlik konferensiyasida boshqa mamlakatlardan qatnashgan yahudiylar delegatsiyasi esa faqat yahudiy bo'lmagan tarixchilar tomonidan o'rtaga chiqarilgan. Yahudiy tarixchilar tinchlik konferensiyasida har tomonda hozir va nozir bo'lgan yahudiylarning mavjudligini yashirishni afzal ko'rishgan. Ya'ni bir tomondan nemislar bo'lyapti, boshqadan Fransiyalar va boshqa g'olib davlatlar boryapti. Ikkala tomonda ham yahudiy bor. Yahudiylarning Germaniyada bo'lgan ta'siri urush davrida, jabhalarida, frontlarida ham sezilgan. Germaniyadagi yahudiylarning millatchi, nemis vatanparvari emasdirlar. Ya'ni nemislarni ayblovlari shundan iborat. Yahudiylar nemis millatchisi emas. Ya'ni Germaniyani o'ziniki deb bilmaydi. Ular o'zi bir joyga to'planishadi va faqat o'zlarini manfaatlarini va yahudiy manfaatlarini Germaniyani ichida himoya qilishadi va bu manfaatlar Germaniya hukumatini va Germaniya nemis xalqini zarariga bo'lsa ham yahudiy foydasiga hal qilishadi. Ya'ni davlat zarariga bo'lsa ham yahudiy foydasiga hal qilishadi. Buni qayerda ko'ryapmiz? Buni hozir ham ko'ryapmiz. Misol uchun AQShda hozir magiyachilar, turli xil insonlar chiqib, bizni zararimizga biz zarar ko'rganmiz, bizni iqtisodda muhtojmiz pulga, sog'liq sektorida, ta'lim sektorida, turli xil ijtimoiy sektorlarda pulga muhtojmiz, lekin Isroilga yordam beryapmiz, Isroilga qurol yarog' beryapmiz. Isroil birinchi o'rinda, doim Isroilni moliyalashtiryapmiz. Bizni zararimizga bo'lsa ham, iqtisodiyotimizga zarar bo'lsa ham Isroilning foydasiga biz boshqa davlatlar bilan urushyapmiz, boshqa jamiyatlar uchun yomon ko'rinib qolyapmiz degan narsani mana hozir ham ko'ramiz. Va o'sha paytda hozir AQShga qanday mana shu zararlar keltirilgan bo'lsa, Germaniyaga ham birinchi jahon urushida va birinchi jahon urushidan keyingi tinchlik konferensiyasida xuddi shunday zararlar keltirilgan va Germaniyani imperiyasini qulashiga, Germaniyani bunday nochor va zaif holatga kelib qolishiga, nemis xalqini xo'rlanishiga yahudiylar aybdor degan narsa 1920-yilda shakllanib bo'lgan. Mana shu haqida gapiryapti. Bu o'zimiz yashayotgan davlatlarning vatanparvarlarimiz degan safsatalari fosh qilish jihatidan muhimdir. Nemislardan ko'ra yahudiylar bir ozdan keyin bayon qilinadigan sabablariga ko'ra vatanparvar bo'la olmaydilar. Agar inqilob, devolyutsiya bo'lmaganida ismlari tilga olingan bu yahudiylar o'zlari egallab turgan lavozimlarni qo'lga kirita olmas edilar. Ya'ni o'sha inqilob bo'lgan keyin mana shu anaqani maqomlarni qo'lga olishgan va inqilob ularsiz amalga oshmas edi. Germaniyada inqilobdan oldin salbiy sharoitlar mavjud bo'lgani rost, biroq xalq bu tizimni to'g'ri va soz holatga keltirilishi mumkin edi, lekin xalqning ruhiyatini tushirib islohotlarni qilishiga yo'l qo'ymaganlar Germaniyadagi yahudiylar bo'lgan. Ya'ni islohotlar qilinishiga yo'l qo'ymaganlar Germaniyadagi yahudiylar bo'lgan. Germaniyaning inqirozini
keltirib chiqargan Yahudiy operatsiyalari 3 ta asosiy band ostida ko'rib chiqish mumkin. O'sha bandlarni to'liq o'qib o'tirmayman. Qisqa qilib aytaman. Nemis sotsialistik harakati ostida yashirin bolshevizm, ommaviy axborot vositalari media yahudiylarning qo'lida ekanligi, buni ismlari bilan sanab chiqqan. Ya'ni bu gazeta, bu hammasi yahudiylarning qo'lida deb ism familiyalari bilan to'liq sanab chiqqan asarda. Eslatib o'taman, bu asarni yozayotganlar professional detektivlar va Henry Fordni o'zini razvedka tashkiloti bor. O'zi qurgan, o'zi moliyalashtiradigan detektivlarga ham, razvedka tashkilotlariga ham doimiy ravishda oylik to'lab yuradigan detektivlar qilgan analizlardan kelib chiqqan, tahlillardan va surishtiruvlardan kelib chiqqan narsalar bular. Uchinchisi, Germaniyadagi oziq-ovqat va mashina zaxiralarini, stoklarini yahudiylar nazorat qilishi. Xalqqa tegishli bo'lgan 3 ta band mana shular bo'lsa-da, yanada yuqori lavozimlarga tegishli 4-band ham mavjud. Xo'p, bu mana shu sabablardan Germaniyada yahudiy dushmanligi paydo bo'lgan. Henry Ford bu yerda nimaga buni keltiryapti? Xo'p, nemislar oppoq, yahudiylar yomon degan narsani aytmoqchi emas. Henry Ford asarida qayta ta'kidlaydi. Yahudiylarni bir qismi mana shu ishlarni qilyapti. Keyin yahudiylarni begunoh bo'lgan boshqa qismiga zulmlar bo'lyapti va bu tarix davomida bo'lib kelayotgan narsa. Bu yahudiylarni bu qiliqlaridan eng ko'p jabr chekadiganlar, eng ko'p zulm ko'radiganlar, ya'ni yahudiylar bo'ladi. Aslida bu ishni yahudiylarni o'zi chiqib turib, mana shu ishni qilayotgan yahudiylarga, "Voy, to'xta, senlar har safar mana shu ishni qilyapsan, har safar biz zulm ko'ryapmiz" degan narsani qilsin. Bu yerda biz antisemitizmni yoymoqchi yoki yahudiylarni yomon ko'rsatmoqchi emasmiz. Yahudiy problemasi, yahudiy muammosi degan narsa bor. Man yashab turgan 1920-yilda yashab turgan, Henry Ford yashab turgan da bu narsa boshlanyapti. Ertaga bizda ham shu narsa bo'lishi mumkin. Yahudiylarga qarshi zulm bo'lishi mumkin. Mana shunaqa fitnalarning orqasidan buni oldini olishimiz kerak. Bu uchun harakat qilishimiz kerak va buning uchun eng ko'p harakatni oddiy yahudiy qilish kerak degan narsani olg'a suryapti va asarning yozilishi sababi ham shu. Voy, insonlar, yahudiylar yaxshi tomon ketmayapsizlar, yana muammo bo'lyapti va bu muammo jiddiylashadi ertaga degan narsani o'rtaga qo'yish uchun bu asar yozilgan. Xo'p, yahudiylarni Amerikaga borishlari va Amerika qit'asiga qachon borganlari haqida asarda juda qiziq ma'lumotlar bor va asardan tashqari o'zim ham izlanishlar olib bordim. O'sha izlanishlarni ham qo'shib ketaman. G'alati joylari chiqdi va meni savol berishga, izlanishga majbur qilgan joylari paydo bo'ldi. Chunki biz darsliklarda, maktablarda o'qigan narsalarimizdan sal boshqacharoq narsalar chiqyapti. Amerikadagi yahudiylar tarixini Kristof Kolumb bilan boshlanadi. 1492-yil 2-avgustda 300 ming yahudiy Ispaniyadan surgun qilindi. Boya aytdim-ku, Ispaniyadan surgun qilingandan keyin Ispaniya qashshoqlashdi, Angliya boyidi. O'sha surgun mana shu surgun. 3-avgust kuni esa g'arbga qarab yo'lga chiqqan Kolumb o'zi bilan birga bir guruh yahudiylarni oldi. Biroq bu yahudiylarning qochqin, muhojir emasdirlar. Chunki Kristof Kolumbning sayohat rejasi uzoq vaqtlardan beri nufuzli yahudiylar tomonidan kuzatib kelinayotgan edi. Kolumb hali eng boshidayoq yahudiylar bilan yaxshi chiqishganini ochiqlagan. Hatto Kolumb o'z kashfiyotlarini maktub orqali birinchi bo'lib xabar qilgan kishi ham yahudiy edi. Bu xatarlar sayohat insoniyat tarixidagi yangi bilimlar taqdim etadi va yahudiylarga yangi dunyo eshiklarini ochadi. Amerikadagi yahudiylar tarixi Kristof Kolumb bilan boshlanadi. Bu yerni o'qidim. Kolumb bilan birga kemada 5 ta yahudiy ketgan edi. Bular tarjimon Luis de Torres, jarroh Marco, shifokor Bernal, Alfonso de la Kelly va Gabriel Sanchez.
dengizchilar foydalangan xaritalar va astrologik asboblar ham yahudiylardan chiqqan edi. Luis de Torres safarda qirg'oqqa birinchi bo'lib qadam qo'ygan va tamakini kashf etgan shaxsdir. U Kubaga joylashib qolgan va hozirgi ushbu mamlakatda davom etayotgan tamaki sanoatini nazoratini qo'lga olgan. Shu yerda men hayron qoldim. Xo'p, Ispaniyadan quvg'in qilinyapti, lekin boy bo'lgan, doimiy boshqa davlatga borib turib yashash ehtimoli bo'lgan, Yevropaning boshqa davlatlariga, masalan Angliyaga, Germaniyaga ketishlari mumkin bo'lgan yahudiylar nega aynan bu safar Kristof Kolumb bilan hayotlarini riskka qo'yib, boyliklarini riskka qo'yib Amerikaga ketishyapti degan savolni berdim va juda qiziq narsaga duch keldim. Qiziq joyi shu. Hozir davomini o'qib aytib beraman. Kolumbning homiylari bo'lgan Luis de Santiago va Gabriel Sanchez bu safarda o'ynagan rollari evaziga ulkan imtiyozlarni qo'lga kiritgan bir paytda Kristof Kolumb kema shifokori bo'lgan yahudiy Bernalning xiyonatiga uchrab qamoqqa tushgan. Afsona shulardan iborat. 772-yilda, miloddan avvalgi 772-yilda Assuriya imperiyasi Isroil hududiga hujum qiladi. Hujum qilib 12 ta qavmdan iborat deymiz Isroilni. 10 tasini asir qilib olib ketadi. O'sha Isroilga hujum qiladi, Isroilni vayron qiladi. 12 ta qavmdan 10 tasini asir qilib olib ketadi o'zi bilan. Va mana shu olib ketib yo'qolganlarni shunaqa afsonalar yurar ekan. Yahudiylar orasida 1400-yillarda afsonalar yuradi. Mana shu 10 ta qabila Isroil podshohligi vayron qilinib, yahudiylarning 12 qabilasidan 10 tasi asir qilinib olib ketildi va ular tarix sahnalaridan yo'qoldi. Yahudiylar orasida asrlar davomida bir ishonch mavjud bo'lgan. Bu qabilalar o'lmagan. Ular dunyoning allaqayerida inson oyog'i yetmagan juda uzoq serbaraka va boy yerlarda o'z qonunlari bilan ozod va badavlat yashamoqdalar va vaqti kelib ular qaytib kelishadi. Shunaqa afsona bor. Ya'ni tasavvur qiling, o'zingizda 1490-yilda siz Ispaniyadasiz. Shunaqa afsona yuradi. Bizni 10 ta qabilamiz bo'lgan. Ularni olib ketishgan. Ular uzoq bir diyorda, uzoq bir makonda o'zlari ozod va erkin yashashyapti. Ular yashayotgan joylar juda barakali, boy joylar va o'shalarni topish kerak. Biz o'shalarga borishimiz kerak degan tushuncha bor. Va o'sha davrda va o'sha davrda qiziq narsa borki, yahudiy olimlar ham, ismlari ham yozilgan. Yahudiy olimlar ham asta-sekin dunyoni dumaloqligini va aylanaligini, dumaloqligini va g'arbda qandaydir bir qit'a borligini, katta bir yer borligini, o'sha g'arbga qarab suzilsa, o'sha yerga yetib borilishini ko'p ta'kidlashgan va hatto ismini hozir topsam aytaman, hatto bir yahudiy aniq matematik hisoblagan. Mana shu yerda yer bor deb hisoblagan. Nima demoqchiman? Yahudiylar chiqyapti kemaga va yangi yer qidirib borishyapti. Maqsadlari yangi yer qidirib borib o'sha yerda yo'qolgan 10 ta qabilani topish. Bu maqsadda qiziq tomoni Luis de Torres degan Kolumb bilan ketgan o'sha 5 ta insondan bittasi Luis de Torres nima uchun olingan, nima uchun u kemada bo'lgan degan savolga sababi u arab tilini bilgan, ispan tilini bilgan va eng muhimi ivrit tilini, ibroniy tilini, eski ibroniy tilini bilgan va ularda shunaqa tushuncha bo'lgan. Biz yo'lga qarab otlandik, yangi yerni qidiryapmiz. Bizda bor matematik hisobi bor, qit'ani hisoblaganmiz. Borib o'sha yerda 10 ta qabilamizni topamiz va ular bilan muloqotga kiradigan bo'lsak, agar ular bilan ibroniycha tilda gapirishga majbur bo'lamiz va bizga tarjimon kerak degan narsa olg'a surilgan.
Ya'ni shunaqa fikr bor. Tabiiyki buni konspirologiya deyishadi. Buni olimlar qabul qilmaydi. Yo'q, Hindistonni qidirib borgan, Hindistonga borayotib Amerikaga tushgan, shuning uchun hindu degan deyishadi. Bu rasmiy tarixni yozgan insonlar ham, yo'g'ini aytmayman. Endi fikrlash, o'ylash, qanday qabul qilish sizga bog'liq. Masalan, men tarixchi bo'lsam, o'zimni ideologiyamga, o'zimni mafkuramga to'g'ri kelmaydigan, tarix o'zi shunaqa narsa. Har bir qarashga narsa topiladi. Chunki o'sha paytda ham har bir qarashdagi inson bo'lgan va o'shalarning ma'lumotlari kelgan. Tarix shunaqa narsa. O'zimni ideologiyamga mos fikrni olib isbotlayman. Bu rasmiy deyman. Agar men olim bo'lsam, bu rasmiy deyman. Qolgani konspirologiya qancha dalil keltirsin, qancha bu ustida tortishilsin, konspirologiya deb qo'yaverish oson. Tarixni o'shaning uchun analiz qilish qiyin narsa. O'shaning uchun gumanitar fan. Xo'p, o'sha paytdagi 1920-yildagi Henry Ford o'sha paytdagi fabrikalar va medialarni, Amerikadagi fabrikalar va medialarni to'liq yahudiylar qo'liga o'tib bo'lgani haqida, asta-sekin yahudiy boshqaruvga o'tyapmiz degan narsani olg'a surgan. Shu haqida davomi Amerikada yahudiylar nazorat qiladigan sanoat tarmoqlarini sanab o'tilganda, ular eng hayotiy tarmoqlar ekanligini namoyon bo'ladi. Show biznes hammaga ma'lum bo'lganidek yahudiylarning qo'lida. Teatr boshqaruvi, dramaturgiya, pyesa yozish va chipta sotish ishlar har doim yahudiylar nazoratda bo'lgan. Hozir ham shunaqa. Hozir ham Gollivud media to'liq yahudiylarning qo'lida. Va Henry Ford asarni davomida, buni keyingi videoda olamiz, yahudiylarni shu bilan ayblaydi. Yahudiylar turli xil fahsh ishlarni media orqali, teatr orqali insonlarimizni singdirishyapti. Ichki ichish, tamaki chekish degan narsalarni insonlarimizga singdiryapti va buni bilib turib ataylab bizni, xalqimizni zaif qilib, bizni boshqarish uchun qilyapti degan tushunchani ilgari surgan va buni keyingi videoda yana keyin ko'rib chiqamiz. Show biznes hammaga ma'lum bo'lganidek yahudiylarning qo'lida. Teatr boshqaruvi, dramaturgiya, pyesa yozish, chipta sotish ishlari ham yahudiylar nazoratida bo'lib kelgan. Bugungi kunda duch kelinadigan har bir film yoki reklamada yahudiylar tashviqotini, propagandasini shu sababli uchratish mumkin. Amerikada quyidagi tarmoqlar yahudiylar nazorati ostida. Shakar sanoati, tamaki sanoati, go'sht qadoqlash sanoati 50%. O'sha 1920-yil aytyapti. Poyafzal sanoati 60%, erkaklar va ayollar tayyor kiyim-kechaklari sanoati, musiqa industriyasi, zargarlik savdosi va sanoati, g'alla sanoati, so'nggi vaqtlarda paxta sanoati, Kolorado quyi metallurgiya sanoati, jurnal muallifligi, publikatsiya, axborot agentliklari, spirtli ichimliklar sanoati, bank ishi. Yuqoridagi biznes sohalarining yahudiylarning o'zlari yoki xorijiy yahudiy sarmoyasi kapitali ko'magida Amerikada nazorat qilayotgan tarmoqlarda ko'rsatadi. Ya'ni biz hammamiz keldik. Kimdir Germaniyadan, kimdir Angliyadan, kimdir Portugaliyadan, kimdir Polshadan keldi. Bizda yahudiylar kabi asabiylik yo'q, ishonch yo'q. Biz kelib noldan Amerikada ish boshlashga va noldan oyoqqa turishga majburmiz. Lekin yahudiylar unaqa emas. Yevropadagi boy yahudiylar bir-biriga ishongani uchun Amerikadagi yahudiylarga sarmoya tikadi. Sarmoya tikib, ular biznesni qaymoq joylarini, iqtisodda qaymoq joylarini egallab olib bo'lishdi degan narsani olg'a suryapti. Keyin shunaqa narsa bor, o'sha paytda cherkovlarni ayblash, cherkov bizni diniy tomonimiz uchun, ya'ni biz yahudiy bo'lganimiz uchun bizni xristianlar o'ldirdi, mana cherkov bizni doim yomonlash propagandasini olib boradi degan narsa
o'sha paytda tarqalgan ekan va bu juda keng tarqalgan ekan. Va o'shani yo'q unaqa emas, sizlarni dininglarni deb emas, biz dinimizda sizlarni hurmat qilishimizga buyurilgan deb rosa Henri Ford harakat qilibdi, lekin ma'lum bir davrda o'sha 5-asrdan to 15-asrgacha mana shu 1492-yildagi Yahudiy quvg'ini ham aynan diniy asosda bo'lgan va o'sha yerda shart ham qo'yilgan. Sen xristianlikni qabul qilasan, qolasan. Ispaniyada qolishing uchun xristianlikni qabul qilishing kerak degan narsa bo'lgan va bu zulm juda qattiq bo'lgan. Bu narsa musulmonlarga, ayniqsa zulm musulmonlarga bo'lgan, lekin musulmonlarni bu asarda olinmagan. Bu 1492-yildagi zulm haqida balkim alohida video qilarmiz va o'sha yerda o'sha tanlov berilgan, xristian bo'lsang qolasan Ispaniyada deb. Va aynan diniy motiv bo'yicha yahudiylarga zulm o'tkazilgan. Bu yerda Fordni qancha harakat qilsa ham xristianlikni oqlashga buni iloji yo'q. Buni tarixiy faktlar bilan isbotlab beriladi. Chunki faqat yahudiylarga emas, musulmonlarga juda qattiq zulmlar qilingan o'sha paytlarda. Yahudiy xristian cherkovlarida qadimiy ta'limotlarda o'qitilishini va bu ta'limotlarni qadimgi qavmlarning, xalqlarning qayta yuksalishini mavzusini yoritilishini bilishlari kerak. Ya'ni o'sha paytlarda shu voqealar bo'lib o'tdi. Bo'ldi, bu undan keyin aynan sekulyarlashuv boshlagan paytda bu yahudiylar dinni ijod qilib bizni boshqarmoqchi bo'lishyapti, dinni o'zlari o'ylab topishgan degan narsalar ham bo'lgan Yevropada va 1920-yilga kelib Henri Ford aytayaptiki, yo'q, endi unaqa emas, endi biz sizlarni dininglar tufayli ajratmaymiz va bizni cherkovlarimizdagi ma'ruzalarni eshitsanglar unaqa emas. Biz sizlarni dininglar uchun yomon ko'rmaymiz degan narsani ilgari suryapti va yahudiylar shuni doim ta'kidlab kelishgan. Bular xristianlar yahudiylarni o'ldiraylik deydi, yahudiylar Isoni o'ldirgan deydi degan narsani aytganda Henri Ford aytayaptiki, shu kungacha tarix davomida xristianlar biron marta yahudiylar Isoni o'ldirdi demagan. Buni yahudiylarni o'zlari o'ylab topgan va mazlum ko'rsatish uchun o'zlarini antisemitizm bor deb ko'rsatishlari uchun buni o'ylab topishgan deydi va agar hozirgi kunda e'tibor beradigan bo'lsak, mana yahudiylarni o'ldirishga buyurilgan toshlarning orqasidan, daraxtlarning orqasidan bo'lsa ham topib o'ldirishga, toshlar va daraxtlar orqamda yahudiy bor, kelib o'ldir degan hadislar bor, oyatlar bor. Mana musulmonlar yahudiylarni yomon ko'radi, musulmonlar yahudiylarni yomon ko'radi deb qayta propaganda qilinadi-ku. Hozir bironta lekin domlaga borsangiz, imomga borsangiz, bironta normal musulmonga borib turib, har bir yahudiyni o'ldirish kerakmi? Sen jinnimisan? Nimaga o'ldirasan? Hatto yahudi irqidan bo'lib turib musulmonlarni qabul qilgan sahobalar bor, sen nima deyapsan? Buni juda ko'p takrorlanishi aynan yahudiylarda mana antisemitizm bor, biz mazlummiz degan narsani orqa surish uchun demoqda. Xristianlar yahudiylarni dunyoning kelajagiga daxldor bo'lgan ba'zi va'dalar berilganligi va bu va'dalar ustidan chiqilishini, bajarilishini juda yaxshi biladilar. Xristianlik ta'limotiga ko'ra sayyoramizning kelajagi bilan yahudiylarning kelajagi jambarchas bir-biriga bog'liqdir. Nima uchunligini keltirib beradi. Yahudiylar nafratlanadigan evangelistlar tanlab olingan qavmning yuksalishini eng ko'p ishonadigan xristian guruhdir. Ya'ni o'sha paytlarda 1920-yillarda evangelistlardan juda qattiq nafratlangan ekan yahudiylar, lekin evangelistlar yahudiylarni juda yaxshi ko'rishadi va ularni eng hurmat qiladigan, ularni hurmatini eng joyga qo'yadigan anaqasi ham, mazhabi ham, xristianlikning mazhabi ham evangelistlar hisoblanadi. Va hozirda hukumatda bo'lgan Trump ham va Isroilni eng ko'p qo'llab-quvvatlayotgan, Isroilning yonida eng ko'p turganlar ham evangelistlar hisoblanadi AQShda. Evangelistlar bor kuchi bilan Isroilga yordam berishni, bu
ilohiy diniy bir vazifa, bir farz sifatida qaraydi va shu yordamni doim berib kelishadi. Sizlar nimaga bizlarni yomon ko'ryapsizlar? Mana evangelistlar bor-ku degan narsani ilgari suryapti bu yerda Henry Ford. Yahudiylar nafratlanadigan evangelistlar tanlab olingan qavmning yuksalishini eng ko'p ishonadigan xristian guruhdir. Agar yahudiylar cherkovlarda ularga ko'rsatilayotgan hurmat, ehtiromni va insoniylikning yahudiylardan katta insoniyatning yahudiylikdan kutayotgan buyuk xizmatlarini bilganlarida edi, xristian cherkovlarida butul boshqacha ko'z bilan qaragan bo'ladilar. Ravinlar ularning noto'g'ri xabardor qilgandek emas, balki xristian cherkovining yahudiylarning xristianlikka o'tkazish maqsadi yo'qligi yahudiylar bilishlari lozim. Chunki xristian cherkovlari dunyoning qutqaradigan Masihning xristian emas, balki yahudiy bo'lishiga ishonishadi. Video juda cho'zilib ketdi. Bu yog'ini endi Falastin masalalariga va sionist protokollari degan masalalarga asta-sekin kirib kelyapmiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. Agar fikr va mulohazalar bo'lsa, savollar bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.